O'zbekistonda xorijdagi yosh vatandoshlar uchun etnomadaniy anor loyihasi doirasida ilk bor o'zbek tili oromgohi tashkil etildi. Ma'rifiy loyiha ishtirokchilari 14 ta davlatdan kelgan 250 ga yaqin o'g'il-qizlar bo'ldi. Bir vatan, bir millat, bir yurak shiori ostidagi loyiha Vatandoshlar jamoat fondi hamda Milliy tiklanish demokratik partiyasi qator vazirlik va mutasaddi tashkilotlar hamkorligida o'tkazildi. Loyiha orqali Qatar, Italiya, Niderlandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Gretsiya, Rossiya, Koreya hamda Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston, Tojikiston kabi davlatlardan kelgan 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan farzandlar qamrab olindi. 10 kundan ortiq vaqt mobaynida bolajonlar Toshkent viloyatidagi Yangi O'zbekiston bolalar yozgi dam olish oromgohida miriqib hordiq chiqardilar. Mening ismim Fabrizio, Italiyadanman. O'zbekistonda ko'p ketib turaman. Hamma narsa yoqadi. Bu yerda tadbirlarga ham qiziqarli bo'ldim. Misol uchun o'zbek tilimni ko'p yaxshiladim. Men Qozog'istondan keldim va bu bizga nafaqat oromgoh, balki har xil davlatdan kelgan do'stlarimiz bilan do'stlik ko'prigini mustahkamlaydigan joy bo'ldi. O'zbekistonga kelib o'zbeklarni ko'rish bu juda ham o'zgacha hissiyot ekan. O'zbekimizning mumtoz musiqiy asboblari bilan tanishdik. Ularning jaranglashi insonga boshqacha bir zavq bag'ishlaydi. Bularning hammasi esdan chiqmaydigan bir taassurot bo'ldi. 8 yoshimda Koreyaga ketganman. O'zbekistonda milliy raqslari, o'yinlari yoqdi. Har kuni qiziqarli tomoshalar ko'rsatishdi. Qozog'istonda yashasam ham O'zbekistonda mening ildizlarim bor. Ota-bobolarim yashab o'tgan. Mening o'zim ham o'zbekman. O'zbekistonda eng yaxshi menga yoqqan narsa bu odamlar bir-biri bilan gaplashish, muloqot, hammasi yaxshi. Rahmat kattakon. Anor loyihasi xorijda yashayotgan yosh vatandoshlarning O'zbekiston bilan ma'naviy rishtalarini mustahkamlab, dunyo bo'ylab yashaydigan avlodlarni yagona milliy qadriyatlar atrofida birlashtirishga qaratilgan. Hurmatli prezidentimiz siyosiy irodalari bilan xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan muloqot qilish, ular bilan turli loyihalarni amalga oshirish davlat siyosati darajasiga chiqarildi. Vatandoshlar jamoat fondi 5 yil davomida 100 dan ortiq loyihalarni amalga oshirdik. 2 yil avval mana shu Anor loyihasini yo'lga qo'yganimizda birinchi mavsumda 40 ta xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz loyihamizda qatnashgandi. Bu yilda 1250 ta ariza kelib tushdi. Har bitta bolajonlarimizni saralab, suhbatlashib, savol-javoblardan keyin 250 nafarni g'olib sifatida taklif etdik. Loyiha yakunida Vatandoshlar jamoat fondi hamda Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi rahbarlarining qatnashchilar bilan ochiq muloqoti tashkil qilindi. Barcha ishtirokida o'zbek milliy taomi pallov tayyorlanib, birgalikda oromgoh hududida vatandoshlar bog'i barpo etildi. 10 ga yaqin tanlovda g'olib bo'lgan hamda faol ishtirok etgan yosh vatandoshlar munosib taqdirlandi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi bu yil Anor loyihasi doirasida hamkor sifatida loyihani amalga oshiryapti. 10 ga yaqin o'zbek tilini nufuzini mustahkamlashga qaratilgan loyihalarimizni bolalar ichida o'tkazdik. Aynan shu nuqtai nazardan ommaviy diktant degan loyihamizni o'tkazdik. 98% bolalar diktantni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida yozdi. Milliy adabiyotimizning eng noyob durdonalarini bolalar yozuvchilarini o'zidan eshitishdi. Ma'rifiy loyiha xorijdagi yosh vatandoshlarni qo'llab-quvvatlab, ularda milliy g'urur hamda vatanga daxldorlik tuyg'ularini yanada kuchaytirdi.